odamda qanaqa tushuncha bo'lishi kerak? Xuddi shunaqangi, misol uchun yolg'on tabiblarga ishonish uchun. Odam qayerda o'qish kerak ekan shuning uchun? Oddiy misol endi mana meditsina xodimiga ham bittasi kelyapti. 15 yildan beri yuribman, doktor. Oddiy misol aytaman-da, boringda bitta asalariga boring. Davolandingiz, tuzalmadingiz. Yana bittasi sizga murojaat qilyapti. Mayda yana bitta asalari chaqtiradigan bor ekan desa, men borganman deydi. Foyda topmaganman deydi. Shuna degandan keyin qaytib bormaydi. Bu yerda doktor xodimiga boryapti, poyongi yerda qanaqa doktor bor ekan, boryapti. Hammasi o'zi bitta joyda o'qigan bular. Hammasini tarkibini kelishtirsangiz, ukol, dori shu. Tabiblarda ham nechta odam bu yerda negativ fikr bildirib turgan taqdirda ham bir borib ko'raychi. Hali odamlar negativ narsaga qiziquvchan bo'lib qoldi. Mana Muhiddin tabib asalarimni davolash deb nechta odam kasalman, tuzaldim, falon bo'ldim desam, bunday ko'rib o'tkazib qo'yapti, xolos. Endi unga negativ bildirsa, endi u tarqar ekanda. Ha, demak, o'zimiz negativ yozib qo'yaylikmi shu yoqqa videolarga? Yolg'on ekan deb yozib yuboraylik. Bugun tarqab haqiqatda odamlarga yetib borsin shu narsa. Haqiqatda biz ishonyatuvdik, yolg'on chiqdi. Ha, mana deb keyin kelar ekanda. Qani biz ham o'sha bir yolg'onni ko'raylik deb. Yo, to'g'ri, haqiqatda to'g'ri fikr. Negativ odamlar shunaqa bo'lib qoldi. Negativga ishonadigan bo'lib qolyapti. Yo, xudo, mayli. Pochkani tuzata oladimi Sahir bir tip bilan degan savol kelibdi. Sahir kasalligi 10 yildan ortib ketgandan keyin bu butun organizmni o'ltirib boradi. Shunaqa bemor bo'lsa, buyragi shamolladi yo quriyapti, bular tuzalishi o'ta qiyin bo'ladi. Chunki organizm o'zi charchab bo'ldi. Sahirdan charchab bo'ldi. Agar buyrakda o'zida muammo bo'lsa, kelsa davosi bor bunga. Bu Sahir 10 yildan o'tganligi organizmni charchatadi. Kim meni Sahirim 10 yildan o'tdi desa, endi uni kasalliklari yildan yilga ketma-ketiga chiqib boruvchi. Chunki Sahir nervlarni o'ldiradi. Bularga bitta tomonini aytay, Sahir bo'lib qolganingizdan keyin borsiz hammasiga sovuqlik buyuradi. Sahir kasali bor, endi unga sovuqlik buyuryapti. Sahir kasalligiga yana nima deyapti? Och qolmaysan, yaxshi ovqat yeb yur deydi. U bo'lsa sovuqlik buyuryapti. Sovuqlikda siz sog'lomsiz, sizga buyursa, siz ham 2 oydan keyin cho'zilib qolasiz. Sog'lom odamga sizga karam, salat ye, guruchni oq guruch yema, dezira ye deyapti. Uni ham deyapti, oq yoqqa qilingani bo'lsin, grechka ye deyapti. Sovuqlik narsalar buyuryapti faqat. Shu narsani sog'lom odam qilsa ham o'zi yiqiladi bu. 1 yil, 2 yilga bormasdan yiqiladi. Sog'lom odam narsani yiqitgan Sahirni kasal odamni battar yiqitmaydimi? Sog'lom odamga ziyon qiluvchi narsadan Sahir qanday natija oladi? To'g'ri. Oddiy narsa-da, shuni o'ylamayapti-da. Oddiy narsa bu. To'g'ri. Sog'lom odamga ziyon qiluvchi narsa qanday kasalga foyda qiladi? 40 ga kiribman. Men o'ylardim, hamma narsani bilaman, ko'p narsani bilaman deb. Lekin shuni men uchun ham yangilik bo'ldi. Kechagi bittasi keldi, Sahir kasalligim bor, davolanadi bizda dedim. Desam, siz buyurayotgan narsa doktorniki bilan teskari bo'lyapti-yu deydi. Doktor sizga tuzalmaysan degan bo'lsa, men tuzalasiz deyapman-ku dedim. Men ham teskari gapiryapman-da. Teskari gapirish uchun teskari ish qilish kerak bo'ladi. Siz qaysi biriga ishonasiz? Yo tuzalmaysan deganiga ishonasizmi? Tuzalasan dedi. Hech bo'lmasa shu so'ziga ishonaychi. Shu bir kurs olaychi, natijasini ko'raychi degan narsani intilish kerak-da. To'g'ri. Intilish, ixlos, haligi ishonish bu yarim davoda. Shuni o'zi ham katta bir natija bersa kerak odamda. Ishonch bo'lsa o'zida tuzalib ketaman, davolanaman degan. Oy, yangilik ko'p bo'lyapti men uchun ham. Men yana sizga murojaat qilyapman. Yana bitta bemorimiz borlar. Nevropatologda ko'p muolaja oladi, lekin natija bo'lmayapti. Boshlari bir tomonga tortilib ketadi. Boshda qon aylanishi yaxshi emas. Shunaqa kasallikka ham muolaja qiladilarmi? Asalarini zahri shu boshdagi qon aylanishni tiklab beruvchi bo'ladi, ham nervlarni tiklovchi bo'ladi. Bularda bitta tomoni, masalan, ukol dori olib yuribdi shu bemorlar. Ukol dori nervlarni tinchlantirib, odamni kasal emasga o'xshatib turadi. Endi aynan shu
nerv kasalligi, miyada muammosi bor odamlar ukol dori olib yuradigan bo'lsa, ularda miyani o'sishligi ham to'xtaydi. Chunki miyani tinchlantirgandan keyin yillik o'suvchi bo'ladi miya. Shuning uchun yosh bolalarga sudurgisi bor, shu miyada muammosi bor bolalarga berilgan dori katta bo'lgan sari miyasi orqaga ketib boradi. Buni iloji boricha doridan chiqarishlik kerak. Nerv asli organizm o'zi kurashuvchan. Kurashmagandan keyin nima qilinadi desa, organizmga quvvat beruvchi narsani foydalanish kerak. U nima? Tabiiy narsa. Mana bir tinglovchimiz yozibdi-da, sahr oshqozon bezi ishlamay qoladi. Insulin chiqarmay qo'yadi. Insulin qilib yursa zo'r yuradi. Ya'ni men bu kasallikni bilmayam, lekin borini o'qidim. Shunga tushuncha berib ketsangiz, ya'ni oshqozon insulin chiqarishini yo'lga qo'ysa bo'ladimi yo qanaqa? Asalarining zahri oshqozon osti bezi ishlamay qoladi deyapti. Nimani hisobiga ishlamayapti? Nerv o'lgan unda. Nerv o'lgandan keyin oddiy misol bitta suv nasosida to'ki yo'q bo'lgandan keyin suv chiqarmaydi-da u. To'ki ulasangiz chiqaradi. To'g'ri. U asalarining zahri uni nervini uyg'ot bergandan keyin unda nima muammo qoladi? Muammo qolmaydi o'zi aslida. Endi sizga qilinayotgan insulin qanday sizni u oshqozon osti bezingizda insulindek oshqozonga borib sizni davolaydi? Vaqtincha yordam berishi mumkin. Qanday sizni teringizga qilinayotgan narsa to'g'ri oshqozoningizga tushadi deb o'ylaysizmi? U oshqozonga tushmaydi. U nervni o'ldiryapti. Organizm majburan o'zi kurashyapti. Sizga kasalmaslikni bildirmay turibdi. Agar shu insulinni olmasangiz, siz og'ir ahvolga tushasiz. Shu ovqat hazm bo'lgunchalikka sizni nervingizni o'ldirib turibdi. Organizm iloji yo'q kurashib olyapti. Asli u insulin oshqozonga borib tushib, ovqat hazm qilib zo'r qilib qo'ygan joyi yo'q. Agar u oshqozonga hazm qilib zo'r qilib qo'yganda, odam yildan yilga battar bo'lmardi. U faqat nervini o'ldirib turibdi, organizm majburan kurashyapti.